pul bosib chiqaradigan uskuna bu. Turishini qaranglar buni. Jivachkaga o'xshaydi. Ko'ryapsizlarmi? Sifatini mana shu yerdan bemalol bilib olaverasizlar. Qoliplar turibdi akalar. Necha kvadrat bo'lsa? Bu yerda 260 kvadrat Tojikiston Dushanbe Najibullo akamizga chiqarib yuboryapmiz. Jami hisobda 260 kvadrat qoliplarimiz. Hammasidan g'isht chiqsa bir kunda sotaversa qancha foyda qoladi? $1000 yaqinda, 10 million. Bir kunda ya? Bir kunlik. Akalar, bu rostdan shunaqa biznes qilgan odam mana qilib soqqanni bosib yotibdi. Bularda o'zi ham hozir necha kvadrat chiqarasizlar? Kunlik chiqarish ob'yomimiz hozirgi kunda 350 kvadrat. 150 kvadratlik yana sushilkalarimiz tayyor bo'ldi. 550 kvadrat bo'lyapti hozirgi kunda. Bir kunlik ishlab chiqarish quvvatimiz. Xuddi mana shunaqa kuniga $100 dan $1000 foyda qilmoqchi bo'lgan akalar. Bu biznesga nima qilish kerak? Mana shunaqa bitta binochani qurib qo'yasiz. Utpleniyalarni mustahkam qilib, bu xonamizda 75 kvadrat g'isht tayyor bo'ladi bir kunda. Sherik xonasi ham xuddi shuncha, ya'ni o'pishi 150 kvadrat. Mana shunday xonadan qurib ishni boshlaydigan bo'lsangiz, bir kunda o'rtacha kelar, xotirjam $200 ni alohida kassa qilib uydagi ota-onaga berib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Filni suyagini rangini ko'rganlar, mana shunaqa bo'lar ekan akalar. Mana shunaqa turida mana 700 kvadrat olyapti ekan. Bilmayman qaysi bir saroyga ekan bu. Shunaqa. Akalar, Daryoga. Tojikistonda qaytidanda? Panjakentdan. Panjakentdan akamiz kelib, o'sha biznesni boshlayapsiz haqida. Xohlasa. Dogovor qilgani keldi akam. Hozir oldi yetib keldi, sizga guvoh bo'lib qoldi xudo bo'ldi. Olib ketib, Panjakentlikda bo'lsa, xuddi mana shu kачествоda akamiz o'zbekistonlik bolalar borib o'sha yerda ishda mana shu sifatni quyib berishar ekan. Pastda nomer bor. Biznes boshlaysizmi, g'isht kerakmi, aloqaga chiqib qo'yinglar. Podдержкаga